Akalar endi gilamlarda davra o'tdi. Mana gilamda o'rniga mana bunday koreyskiy gilamlar kirib keldi. Qalinliklarini qaranglar, 1 santimetrlik bo'lar ekan. 1 kvadrati atigi 55 ming so'mdan osalang bo'ladi. Koreyskiy O'zbekistonda sotilyapti, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari samakli aboylarimiz bor. Mana bunday gullilari 70 ming so'mdan yuqorilashib bitar ekan. Mana bundaylar bor. Bu qanday deganlar uchun miramir deyiladi, bu nima deyiladi? Gulli variantdagilari 140 ming so'mdan boshlanar ekan. Eng yaxshilaridan bo'ladi. Har xillari bor. Tanlab olaverasizlar. Любой devorga yopishaveradi. Mana o'zini maxsus samakli bo'ladi, bemalol shilib olib yopishtirasiz. Usti ham shart bas. Bunisi yangilik bo'ladi. 170 mingdan. Qaranglar, juda ham zo'r materiallari ham, mягкий, ofislarga ham bemalol qo'yib qo'yaverasizlar. Xo'p, tanlab olish imkoniyatiga egasizlar. Bundan tashqari mana bunday PVXlarimiz bor. Narxlari 140 mingdan 400 ming so'mgacha bo'ladi. 400 minglik variantdagilarini ko'rib qo'yasizlar. Har xillaridan bor. Kimgadir qiziqsa, ekran pastda nomerlari bo'ladi, bog'lanasizlar. Mana bunday oynalarimiz bor. Samakilishni oynalarimiz bor. 55 ming so'mdan osalang bo'ladi. Ekran pastda nomerlar turibdi, bog'lanaverasizlar. Aldisana Sardor.